Mani tabriklasanglar bo'ladi. Bugun men o'zimni maqsadimga yetdim. Men yillar davomida shunaqa puchka va kipriklarda yurganman. Hozir bo'lsa ulardan voz kechdim. Sababi endi o'zimni kipriklarim shunaqa chiroyli va qalin bo'lib o'syapti. Sizlarga tepaga qarab ham ko'rsataman. Shunchalar uchun men pastdagi kipriklarim umuman bo'lmagan, Xudoga shukr, hozir pastdagilari ham o'syapti. Hozir men sizlarga aynan shu kipriklarimni o'sishiga yordam bergan sivrtkani ko'rsatmoqchiman. Bu sivrtka mana kipriklarim shunaqa chiroyli bo'lib o'sishiga yordam beryapti. Men haligacha ishlatishda davom etaman, chunki o'zimga kerakli natijani hali olganim yo'q. Xudo xohlasa, oxirgi natijamni ham sizlarga ko'rsataman. Bu mahsulot meni o'zimga yordam bergandan keyin, haqiqatda meni maqsadimga yetishtirgandan keyin men aynan shu sivrtkani sizlar uchun ham sotuvga qo'yganman. Agar bu sivrtka haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, menga Telegramdan yozinglar. Men sizlarga aynan shu sivrtka haqida to'liq ma'lumot beraman. Buni ochib har kuni bir martada shunday ildizlaringizga surib qo'yganinglarni o'zi yetarli. Mana uchi shunaqa ko'rinishda bo'ladi.